Diqqat, ogoh bo'ling. O'zgidromet O'zbekistonda 14-mart kunidan 20-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumot boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz shu tariqa bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 18-mart kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 14-15-mart kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 16-20-mart kunlari 0.5 daraja iliq. Kunduzi 14-20-mart kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 17-18-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 14-20-mart kunlari kechasi 8-13 daraja iliqqacha, kunduzi 23-28 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida 14-15-mart kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 16-20-mart kunlari 0.5 daraja iliq. Kunduzi 14-20-mart kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 17-19-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 14-20-mart kunlari kechasi 8-13 daraja iliqqacha, kunduzi 23-28 daraja iliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 15 va 17-19-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 14-20-mart kunlari kechasi 10-15 daraja iliqqacha, kunduzi 24-29 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 18-19-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 14-20-mart kunlari kechasi 8-13 daraja iliqqacha, kunduzi 23-28 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 20-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 14-19-mart kunlari vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 14-20-mart kunlari kechasi 0.5 daraja iliqqacha, kunduzi 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos, bor yo'g'i video ostiga bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.